Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Ukraina dronlari Moskvaga ommaviy hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Rossiyaning Moskva shahri va uning atrofiga Ukraina dronlari ommaviy hujum uyushtirdi. Oqibatda bir kishi halok bo'ldi. Havo hujumidan mudofaa tizimlari 65 ta dronni urib tushirgan. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi dronlarning ommaviy hujumini qaytarishda davom etmoqda deb yozdi Sobyanin. Dastlabki 6 dronning urib tushirilgani haqida Moskva meri Moskva vaqti bilan soat 4:35 da ma'lum qilgan. Shundan so'ng yana o'nlab dronlar yo'q qilingan. Ularning bir qismi Ramenskoye va Domodedovo hududlarida urib tushirilgan. Sobyaninning so'zlariga ko'ra, Moskvadagi Domodedovo ko'chasida uy tomi dron qoldiqlari tushishi oqibatida zarar ko'rgan. Shu bois Zhukovskiy va Domodedovo aeroportlarida parvozlar cheklangan. AQSh Ukrainadagi F-16 samolyotlarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatmoqda. Bu haqda Forbes xabar berdi. Donald Tramp ma'muriyati Ukraina harbiy havo kuchlarining F-16 qiruvchi samolyotlariga texnik ko'makni to'xtatishga qaror qildi. Xususan, ehtiyot qismlar yetkazib berish to'xtatiladi. Bu esa Ukraina qurolli kuchlari uchun muammolarni keltirib chiqarmoqda deb yozadi nashr. F-16 samolyotlari Ukrainaga topshirilishidan oldin Qo'shma Shtatlar ularni modernizatsiya qilgandi. Harbiy tahlilchi David X'ning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylari endi Fransiya yetkazib berayotgan Mirage 2000 qiruvchi samolyotlariga katta umid bilan qaramoqda. Fransuzlarning Mirage 2000 samolyotlari o'ziga xos kuchli elektron to'sqinlik tizimlari bilan jihozlangan. Ularning dasturiy ta'minotiga AQSh aralashmaydi. Bu esa Ukrainaga Washingtondan mustaqil harakat qilish imkonini beradi. Daniya ham Ukrainaga qo'shin yuborishni ma'qulladi. Daniya hukumatı va parlamenti Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar jo'natish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri Lars Løkke Rasmussen va bosh vazir o'rinbosari mudofaa vaziri Troels Lund Poulsen ma'lum qildi. Ularning aytishicha, hukumat tashabbusi parlamentdagi keng ko'lamli partiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Biz Yevropada to'g'ri signallarni yuborishimiz kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham, Washington ham buni anglashi lozim. Bugun biz aynan shuni qilmoqdamiz. Agar o't ochishni to'xtatish yoki tinchlik kelishuvi Yevropa ishtirokini talab qilsa, Daniya bunga tayyor, dedi Rasmussen. Poulsen esa hozircha aniq majburiyatlar haqida gapirishga erta ekanini, bu kelgusi vaziyatlarga bog'liq bo'lishini ta'kidlagan. Bosh vazir o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, tinchlikparvar kuchlar NATO doirasida emas, balki ayrim davlatlar tashabbusi bilan tashkil etiladi. Fransiya va Britaniya hozircha ehtiyojlar bo'yicha tushuncha hosil qilish uchun tashabbusni qo'lga oldi, dedi Poulsen. Ma'lumot uchun, Yevropa mamlakatlari o'z qo'shinlarini Ukrainada joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu xavfsizlik kafolati sifatida qaralmoqda va mazkur amaliyot urush yakunlangandan keyin Rossiya bilan tinchlik shartnomasi imzolangach amalga oshirilishi kutilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Britaniya bosh vaziri Keir Starmer bunday tashabbusga AQSh ko'mak bersa tayyor ekanliklarini bildirgan. Starmer Ukrainaga harbiy aviatsiya ham jo'natmoqchi. Uning aytishicha, tinchlikparvar missiyaga 18 ta davlat qo'shilishga tayyorligini bildirgan. Kanada, Avstraliya, Turkiya, Litva va Latviya ham bu masalani muhokama qilgan. Biroq Germaniya, Italiya, Ispaniya va Polsha o'z qo'shinlarini Ukrainaga jo'natish rejalariga qarshi chiqmoqda. Polsha bosh vaziri Donald Tusk bu haqda ochiq bayonot bergan, biroq Kiyevga logistik, moliyaviy, gumanitar va harbiy yordamni davom ettirishga va'da bergan. AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusni qo'llab-quvvatlagan, ammo faqat Yevropa mamlakatlari o'z xavfsizligi uchun o'zlari javob berishi kerakligi haqida gapirib, Amerika askarlari bu missiyada ishtirok etmasligini ta'kidlagan. Ayni paytda Yevropa Ukrainada 30 minggacha tinchlikparvar harbiy joylashtirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Washington Post ma'lumotlariga ko'ra, bu qo'shinlar to'qnashuv chizig'i bo'ylab joylashtirilmaydi, lekin Rossiya harbiy harakatlarini qayta boshlagan taqdirda aralashishga tayyor turadi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reformuz voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.